Assalomu alaykum. Nimaga men sizga ichkariga kirang desam, siz bu yoqqa keldingiz? Lokatsiya shotib qo'ydi. Lokatsiya men sizga aytdim-ku ichkariga deb. Xo'p, uzr. Nimaga uzr so'raysiz? Men sizga aytgan joyimga kelmaysizlar, uzr so'raysiz mendan. Aql hammasi. Adres bo'yicha boramizmi? Ha, adres bo'yicha. Kansalaringiz yo'qmi? Isib ketdi. Bor. Qo'shingda o'zingizdan biling. Salfetka beraymi? Keragi yo'q, men sizdan so'radim salfetka. Ishlaydimi o'zi bu konditsioneringiz? Ishlabdi-yu. Nima buncha jahl qilyapsiz menga? Jahl qilaman. Sizlar shunaqa xarakterga, shunaqa atvetga loyiqsizlar. Nima demoqchisiz? Sizga qo'shin deganimga qo'shingda. Taksi odam emasmi? Odam emas. Odam emas. Voy, bilan. Taksini haydayotgan erkaklar odam emas. Sizlarga shunaqa jirkanch, shunaqa nima desam, rasvo gaplarga loyiqsizlar. Sizlarga bor mehrda, bor e'tiborda berib nimaga? Eringiz bilan urushgan bo'lsangiz agar siz meni shaxsiy hayotimda gapiradigan eng oxirgi odam emassiz. Xo'p, nimaga bunaqa do'st Nima bo'lasiz? meni erimdan kelyapsiz? Siz qayerdan bilasiz? Men erim bilan emasdir, men boshqa bilandir. Kim bilan urushganman, nima qilganman, men qandayman, nimaman? Bugun to'yladimi, jimgina adresga olib bor bo'ldi. Ishingni qil. Xudoga shukr, mashina Yo'lingga qara bo'ldi, yo'lingga qara. Men bilan boshqa ishing bo'lmasin. Sen yoningda o'tirib men senga xalaq bermayapmanmi? Shu faqat baloga taksi kim qilgan, taksi nima kim bo'lsa meni shaxsiy hayotimga gapiryapsan. Sen ishing bo'lmasin. Sen ishing. Xo'p, menga nima jahl qilasiz bo'lmasa? Senga jahl qilaman. Shu narsaga loyiqsizlar. Butun erkak, butun dunyo loyiq. Butun dunyodagi erkaklar. Qarchi, meni qarang, men dash bormayman, o'zingiz boravering. Xo'p? Borasan. Bormayman. O'ylaganman. Bo'ldi, men bormayman. Borasan. Nimaga bormaysan? Bormayman, men borgim kelyapti. Bo'ldi, konflikt bo'ldi. Menga puling kerak yo'q, tushuningmi menga? Pulingga Luboy joyga yoz, tushuningmi Luboy joyga? Joyga yozaman, borasan. Bormayman dedimi, bormayman. Bo'ldi, to'g'ri chiqasan. Savol bermasliging kerak edi, men hisobimda pul oldim. Seni muammoing man. Men ishlasam bo'lsa, meni muammomga aralashasan. katta xolangni u yerda endi bular taksi bunaqa, taksi bunaqa. Kimlar sening nima ishing bor? Adresimga olib berasan. Olib bormayman men, bo'ldi. Chiqasan bo'ldi. Hayotimga burning chiqasan. Sen kimsan mendan so'raydigan yering bilan? Sen kimsan? Sen o'zing kimsan? Sen menga taksi odam emas, sen. Haqqing yo'q. Bo'lmasam savol bermada ishingni qil. Men odamdan so'radim, salfetka beraman. So'rama. Hamma so'raydi. So'rama. Sen so'rama hachabi. Sen so'rama hachabi. Hayotimga nima ishing bor? Men nima siqilaman? Men orqada o'tirib o'zimga o'zim siqilib ketyapman. Sen oxirgi odamsan mendan siqilishimni so'raydigan. Siqilishga ham qo'ymading bir, siqilmoqchi edim. Puling oling, ishingni qil, nima ket? Salfetka beraymi, eraymi? Sen nima haqqing bor meni hayotim bilan so'roq qiladigan? Qilmasa yo'lingga qiziq. Ishingni qil. Bunaqa ayol bilan borku, yashash o'lgani yaxshi bo'ladi. Sen menga so'roqlama. So'roqlamasayding, sen hech kim adresinggacha borarding. So'roqlama meni. Erim bilanmi, nima bilanmi? Sening nima haqqing bor? Seni vazifang. Hop, meni vazifam olib ketish. Menga nima jahl qilasiz? Menga salfetka berib so'rama. Menga jahl qilish kerak emas. Jahl qilaman. Men senga so'ramadim salfetka. Baqirma menga. Qachonki men senga so'rasam, sen menga salfetka berishing mumkin. Muammoimni aytsam, sen so'rashing mumkin. Sen aytishing mumkin. Qarorni sen bera olmaysan. Sen ishingni qilasan. Vo'ti meni ufurlamaysan. Xatoingni bil. O'zing boshlab yana meni aybdor qilasan. Hamma erkaklar aqlli. Nima qildim men? Maqsad nima? Maqsad. Men bozorda kimlardir urushgandirman. Maqsad sen jim ketishing, adresimga borishim bo'ldi. Tinch qo'yasanmi meni? Sen qolgan hayotimga qiziqmagan. Kim bilan urushdim, nima qildim? Sen qol. Men просто предлагать qildim sizga. Qilma. Men aytsam qilasan. Uflama menga, uflama. Bo'lmasam bor, gapni ochmasding, temani ochmasding, so'ramasding, qiziqmasding. Sen hecham qiziqma, sen qiziqma. Butun dunyo qiziqadi men hayotimga. Sen qiziqma. Hamma qiziqadi, sen qiziqma. Uflama. Sen ishing. 30 minutlik yo'lga meni olib borib qo'yishing kerak edi, sen hozir meni battar nasringga tushirding. Dunyo qanday odamlarni qanday erkaklarni qo'lida qolgan. Qiziqasan, qilasan, perjivat qilasan. Qilma perjivat, deganiga qilma perjivat. Mana qara, sen o'zingdan ketasan borib. O'zingdan ketasan, deyishga haqqing yo'q. Men haqqim endi bor. Chunki o'zingdan hurmatni po'qini chiqardingsan hurmatni. Po'qini chiqarding hurmatni. Menga qiziqishga. Salfetka berishga nima berishga? Sen bir tinga qilmasan, men sen uchun qiziqishim, tushundingmi? Sen kopyakasan, tushuning? Sen kopyakasan. Sen qayerdan bilasan sening hech pulga qimmatligingni? Agar sen biror kishiga kerak bo'lsa, agar bo'lganingda mendan so'ramaysan, indamay ketasan, ishga qilib aralashmaysan, men jimgina siqilishimga qo'yib berarding, tushundingmi? Yana ayollar aybdor. Yana ayollar aybdor. Sen kim bo'lsan-ki, kim meni hayotimga qiziqasan? Hayotingizdan boshingizda qolsin, tushundingizmi? Boshimdan qolayotgan bo'lsa, so'rama bo'lmasam, ey. Odam tushunyapsanmi? O'zingga aybingni bil. Qiziqma.
Hasan sen qiziqma. Passajirning hayotiga. Balki men tinchgina shahar aylanib siqilmoqchi bo'lgandirman, balki nimalardir chiqarmoqchi bo'lgandirman. Borib bitta psixologga uchrashdim. Psixolog, sen menga maslahat berayotgan eng oxirgi odam emassan. Bo'lmaysan ham. Maslahatingni o'zingga olib qo'y. Birovlarning hayotiga ozgina bo'lsa ham qiziqmaslikka, burning tiqmaslikka. Hozir bolangiz yig'ilib yotibdi, borib. Sen aybdorsan. Sen meni baqirtiryapsan, sen meni yerga qidiryapsan. Yana men aybdor bo'lam yo'llanchiga. Senda qayerdalar meni bolamni ko'z yoshini to'kdi. Qon qildi. Kechir meni bolajon. Yana meni bolam. O'zing boshdan meni qatnasa erkaklarni dunyoda Allohim tilim kalima ekan. Bolamni yig'lashiga nima ishing bor seni? Bolam sen aybdorsan. Sen tufayli bolam yig'layapti. Sen meni jahlimni chiqarmaganingda bolam yig'lamasdi, qaymi? Vinomat qilish oson ayol kishini. Sekundda vinomat bo'lib qolamiz, sekundda aybdor bo'lib qolamiz. Jimgina ishingni bajarib ketganingda hech kim yig'lamasdi, hamma jim ketadi. Balki men seni mashinangdan bu shahar aylanib nima deydi? Negativ energiyalarni chiqarmoqchidir bo'lgandirman. Bemalol siqilmoqchi bo'lgandirman, sen ham qo'ymading siqilishga. Mana chiqaryapsanmi? Ha, asabimni buzib chiqarolmayman, balki jimgina chiqarmoqchi bo'lgandirman. Jimgina ichimda yig'lab chiqarmoqchi bo'lgandirman. Короче, mana qarang. Bo'ldi, keldik. Kelmaysan, adresimga olib borasan. Bo'ldi. Adresimga olib borasan. Tushunmayman men. Men hozir biror narsa qilib qo'yamasizmi? Biror narsa qilishdan odam sensan, menga unaqa ugrajat qila olmaysan. Bo'ldi, chiq mashinadan, chiq mashinadan. Bo'ldi, chiqmayman mashinadan. Chiq mashinadan. Olib borasan dedi. Olib bormayman, bo'ldi, chiq. Meni bolamni qo'rqityapsan, olib borasan. Men bormayman işte. Bormayman men. Bormayman men. Bormayman. Borasan, men tushmayman. Bo'ldi, chiqing mashinadan, iltimos qilaman. Iltimos qilaman, chiqing mashinadan. Nimaga men tushaman? Tushing. Eshitasanmi? Qo'lingni ol. Olmayman qo'limni. Qo'lingni ol. Olmayman qo'limni. Olmayman. Ayol kishisan, qo'lingni ol. Hayda bo'lmasa, ayol kishi teng bo'lmaysan, haydaysan. Qo'lingni ol. Haydaysan Qo'lingni deyapman. ol. Hozir butun alamimni singlab chiqaraman, haydaysan. Haydaysan dedim. Haydaysan dedim. Meni qo'lga ko'targan sen oxirgi odamsan. Meni bolam yerda sen haydorsan. Haydaysan dedim. Hayda mashinani. Tushmayman dedim. Tushmayman dedim. Hozir mizga borib dedim. Adresimga olib borasan dedim. Olib borasan dedim. Hozir mizga telefon qilaman. Hozir to'xtab tur. Hozir tushmayman, olib borasan. Majbursan. Alloh assalomu alaykum. Ish ketdi.